Bu darsimiz azizlar collectionlarimizda keyingi mavzusi bo'lgan linked listlarni ko'rib chiqamiz. Linked listlar Java dasturlash tilida dasturlash olamida juda mashhur listlardan biri hisoblanadi. Array listlar orasida ba'zi farqlar bor. Ba'zi joylarda ishlash shakli bir xil. Bu darsni tushuntirayotganda asosan ikkalasi orasidagi farqlarni tushuntirgan holatda tushuntiraman. Linked list Java Collectionary frameworkning bir qismi bo'lib, ikki tomonlama bog'langan ro'yxat sifatida amalga oshiriladi. Ya'ni bu linked listlardan farqli sifatda indeks bilan ishlamaydi. Naborotga o'zidan keyingi va o'zidan oldingi ma'lumotlarni bir-biriga bog'lagan iplar yo adreslar orqali ishlaydi. Ishlash shaklini tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun bizni xotiramiz shu shaklda. Bizni RAM xotiramiz shu shaklda bo'ladigan bo'lsa agar, misol uchun shu shaklda katakchalardan iborat xotiramiz shu shaklda bo'linganligini tushuning. Linked va array list orasidagi birinchi farq, ikkalasi ham ma'lumotlarni tutadi, faqat xotirada tutish shakli boshqacha. Misol uchun array list, o'tgan mavzuda aytdimki, array list qatorma-qator, misol uchun shu yerga birinchi elementni qo'ydimi, ikkinchisini shu yerga, uchinchisini shu yerga sifatida qo'yadi. Har doim tagma-tag sifatida joylashtiradi xotiraga. Bu array listi joylash shakli. Linked list esa unaqa emas. Linked list misol uchun bir elementini shu yerga joylaydi. Ikkinchi element kelganda, ikkinchi elementni qayerda bo'sh joy topsa, o'sha yerga joylaydi. Uchinchisini qayerga joylasa, shu yerga joylaydi. Misol uchun har xil xotirani qayerda bo'sh joy topsa, o'sha yerga joylaydi. Bu ikkalasi orasida eng katta farqlardan biri. Keyin linked listimiz har doim ikki tomonlama bog'lanadi. Az avval aytgandek, o'zidan bir oldingini va bir keyingini adresini ko'rsatib turadi. Adres nima degani xotirada deydigan bo'lsak, adres shu. Adres bu katakchani adresi. Misol uchun bu katakchani adresi 01110 bo'lsin, misol uchun bu adresni. Bu adresimizni misol uchun bu katakchani adresi bo'lsin. Bir shaklda buni adresi bo'lsin. Bu adreslarni men shunchaki tushunarli bo'lsin sifatida yozyapman. Normalda adreslar bunaqa bo'lmaydi. Misol uchun bu shaklda adreslari bor va bizda linked listimizda 3 dona list bor va har xil joyga joylashtirilgan xotirada. Keyin bular misol uchun birinchi elementimiz bu bo'lsa, birinchi elementimiz bu xotirani adresini tutadi, ko'rsatib turadi. O shaklda ko'rsatadi. Buni yaxshilab chizib ko'rsatadigan bo'lsam, shu shaklda shuni yopilib qoldi. Misol uchun linked list ishlash shakli shu shaklda chizib ko'rsatamiz. Qarang. Bizda shu shaklda listimiz bo'lsin. Bu birinchi elementimiz 3 elementda bo'lsin misol uchun. Bu tushuntirayotgan linked listim Java dasturlashidagi linked list va har bir elementimizda misol uchun bu 3 element bor. Shu bizning linked listimiz sifatida tushuning. Shu bizning linked listimiz bo'lsa, har bir element ichidan 3 dona joy kerak. Nega 3 dona? Uni tushuntiraman. Shu o'rtadagi joylarda har doim qiymat tutadi. Bu ishlash tarafidan oson bo'ladi. Qarang. Misol uchun bu 3. Bu yerda 5 qiymatini saqlasin. Ikkinchi indeksida, uchinchi indeksida 6 qiymatini saqlasin linked listimiz. Birinchi elementimiz bu next. Har doim bular next bo'ladi. Tushuntirish va o'zini yozilish shakli nextlar. Bu yerlar prev bo'ladi. Qarang. Bu birinchi indeks. Shu yerga indekslarni ham yozib qo'yaman. Birinchi indeks, 0-indeksda, 0-indeksimiz
Birinchi indeksimiz, ikkinchi indeksimiz bu. Qarang. Birinchi indeksimiz the next'i, shu next'i shuni ko'rsatib turadi. Shu qiymatni ko'rsatadi. Ikkinchimizni, birinchi indeksdagini previ buni qiymatini ko'rsatib turadi. Misol uchun birinchi indeksda next'i, ikkinchini qiymatini ko'rsatadi. Ikkinchini qiymati previ birinchini qiymatini ko'rsatadi. Bu shaklda bog'lanadi. Va misol uchun e'tibor beradigan bo'lsak, shu oxirdagini next'i va boshidagini previ har doim 0 bo'ladi. Bu 0 qiymat. Hech qanaqa qiymat ko'rsatib turmaydi. Aslida bu 0 emas, bunga hit ham deyiladi, ya'ni listni boshi sifatida ham ko'rsatiladi. Bu hit ham deyiladi. Qiymati 0, ismi hit. Bu eng oxirgi element, bu har doim 0 bo'ladi. Misol uchun array-listlarda bunaqa emasdi. Array-listlarda misol uchun shunday birinchi qiymatni kiritardik. Ikkinchi qiymat kirityapmizmi? Uni darrov bundan keyinga shunday yozib ketaverardi. Ikkinchi qiymat, uchinchi qiymat sifatida misol uchun. Bu bir array listi nima deydi? Ishlash shakli. Nega bunga adres kerak emas? Chunki har doim tagma-tag bo'lganligi uchun faqatgina shu boshidagini adresini bilishi yetarli va buni ham ya'ni biz obyektni tayinlayotganimiz o'zi ko'rsatib o'tgan bo'lamiz. Shu birinchi adresini bilsa, array listda hammasini ishlab ketaveramiz. Ammo linked listda unaqa emas. Linked listda misol uchun faqat o'rtadagi bir elementni yo'qotib qo'ysak, bilmasdan o'chirib yuborsak, misol uchun listimiz 2 ga bo'linadi va faqat bosh tarafiga erisha olamiz. Bu bo'lingandan keyingi qismlarga erisha olmaymiz. Bu linked listda bir kamchiligi sifatida ham ko'riladi. Keyin linked list ham array listga o'xshab dinamik o'lchamga ega. Misol uchun oldindan nechta element kiritishimizni aytishimizga kerak yo'q linked list uchun ham. Keyin 0 qiymatlarini oladi. Bu ham duplikat, ya'ni bir xil qiymatni 2 marta bersak bo'ladi bu yerda ham 5 sifatida. Keyin indekslar bilan ham erishsak bo'ladi, lekin indekslar bilan linked listda ishlaganimizda misol uchun 0-indeksdagini keltir yo shu 0-indeksdagini keltir deganimizda juda qiynalib, haligi xotirani har xil joyda bo'lganligi uchun ancha qidirganidan biroz sekin ishlaydi. Indekslar bilan ishlamoqchi bo'lganimizda keyin tirik tarafdan ham security emas. Linked listimiz hozir aytganimday bir joyi uzilib ketsa listimizni, buni qolgan tarafi erishib bo'lmaydigan bir holatga aylanib qoladi. Bu tarafdan biroz muammosi bor, lekin linked listga qaraganda ba'zi tarafda xususiyatlari katta. Misol uchun agar listimizga element qo'shmoqchi bo'lsak, tez o'rtasiga yoki boshiga, oxiriga kabi element qo'shmoqchi bo'lganimizda linked list juda ham to'g'ri bir tanlov bo'ladi va juda ham tez bajaradi buni. Array listlarga ko'ra array listlar esa misol uchun boshiga, o'rtasiga yoki qo'shmoqchi bo'lganimizda biroz sekin. Element olish, ikkalasidan element olish qilmoqchi bo'lganimizda linked listda biroz sekinroq bo'ladi. Array listga qaraganda element olish, chunki xotirani har xil joyda bo'lganligi uchun uni borib qiymatini topish uchun har bir listni aylanish kerak. Indeksda array listda unaqa emas. Keyin element o'chirish, linked listdan element o'chirmoqchi bo'lsak, faqatgina boshidan, oxiridan, o'rtasidan element o'chira olamiz. Array listda unaqa emas, istagan joyimizda o'chira olamiz. Keyin xotira sarfi. Qaysi biri xotiradan ko'p joy oladi deydigan bo'lsak, shunday. Linked listimiz xotiradan biroz ko'proq joy oladi, chunki oldingini va keyingini adreslarini ham tutish uchun biroz joy kerak bo'ladi. O'shaning uchun xotiradan biroz ko'p joy oladi. Ya'ni xotira deydigan joyimiz RAM borda. RAMdan ko'proq joy oladi. Keyin array listimiz unaqa emas, tagma-tag oladi. Lekin shunaqa narsa bor. Xotiramiz misol uchun kichkina bo'lganligini tushuning. Array list har doim ham tagma-tag joy topa olmasligi mumkin. Linked listda unaqa muammo yo'q. Xotirani bo'sh joyi qayerda bo'lsa, o'sha joylarga elementlarni joylay oladi. Bu tarafda misol uchun linked listi ustun taraf bor. Linked listda kodlar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, misol uchun
kodlar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, shu shaklda. Linked listimiz qaysi interfeyslarni yuklab olardi, uni ham aytib o'tay. Masalan, array listimiz faqat list interfeysini yuklagan holatda list tayyorlardi. Linked listimiz esa ham list interfeysini ham QA ismli interfeysimizni yuklagan holatda list tayyorlaydi. Buni ham obyektini oluştirish uchun linked yozamiz. Misol uchun linked list xuddi shu shaklda ichiga beradigan kiritadigan elementlarimiz turi, misol uchun string turida int qilaylikda, integer keyin hozir biroz aytaman uni. List shaklida ismlantiramiz buni. New list shaklida ochdik. Bu ham Java util kutubxonasidan keladi. Keyin shu yerga int bera olmaymiz. Buni sababi bu yerda butun listlarda, hozir collectionlarda ishlaydigan deyarli barcha listlarimiz ichiga faqatgina primitiv o'zgarish turlari berishimiz mumkin. Intni primitiv turi integer sifatida yoziladi. Unutmanglar. Kabi shu yerda misol uchun bermasak ham bo'ladi. Shu shaklda listimizni olib tayyorlaymiz. Listimizda asosiy elementlarga keladigan bo'lsak, az avval aytdimki, linked listimizga element qo'shmoqchi bo'lsak, boshiga, oxiriga, o'rtasiga sifat element qo'sha olamiz dedik. Qanday qo'shamiz? List misol uchun. Array listlarda eslasalaring faqat add bilan element qo'shsak bo'lardi. Bunda misol uchun shu shaklda chiqdi. Add first bor. Misol uchun birinchi eng boshiga, listda eng bosh qismiga element qo'sh. Eng oxiriga qo'sh. Misol uchun add less bor, eng oxiriga element qo'sh sifatida. Misol uchun add bor, o'rtasiga qo'sh kabi bo'ladi. Misol uchun qarang. Birinchisi add first'dan boshlaylik. Add first bir. Birinchi element qo'shdim. Bu elementni qayeriga qo'shadi? Listimizda eng boshiga qo'shiladi. List boshiga qo'shiladi bu element. Keyingisi misol uchun add bor, uni ham add list ham bor, uni ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun add uni ko'raylik. Add misol uchun list bor. Bu elementni oxiriga qo'shadi listimizda. Misol uchun bizning listimiz shu shaklda bo'lsa, shu eng oxiriga qo'shadi. Add list. First eng boshiga qo'shadi. Keyin add bor. Misol uchun indeksga ko'ra qo'shadi add. Bu ya'ni o'rtalariga qo'shadi. Misol uchun qarang. List yozib, nuqta add deganimizda shu yerda misol uchun indeks ko'rishlaring mumkin. Indeksga ko'ra misol uchun ikkinchi indeksga qo'shasan bu elementni. Ikkinchi indeksga qaysi qiymatni o'qisin? 5 qiymatini ikkinchi indeksga qo'shsin. Misol uchun o'zi ham yozib qo'ydi. 2 indeks 5 yozdi. Misol uchun yana 2-3 dona element qo'shaylik. Shu yerda bir boshiga qo'shish qilaylik. Yana qaytadan 3 listada atlasga misol uchun elementlar qo'shdik. Hozir bu xotiraga qanday qo'shiladi deydigan bo'lsak, qarang. Bizni shu shaklda listimiz ochiladi. Uni ham chizib ko'rsataman hozir. Misol uchun birinchi bir dona katakcha oladi. Chunki eng boshda listimiz bo'sh edi, o'shaning uchun bir dona list katakcha ochib, nima katakcha ismi yoki nima desangiz, misol uchun joy ochib, u yerga birni yozadi. Shu qator. Keyin misol uchun add less ko'rdi. Listada eng oxiriga qo'shaman. Eng oxirgisi qayer? Shu yer. Bundan eng oxirgisi qayer bo'ladi? Burisi bu yer. Uni pastdan ochib, bu yerga 12 yozadi. Keyingi listni qo'shadi misol uchun. Qarang. Shuni ikkinchi indeksga qo'shishni aytibman. Ikkinchi indeks qayer? 0. Indeks, birinchi indeks, ikkinchi indeks shu yer. Bu yerga olib kelib 5 qiymatini yozadi. Linked listimiz. Keyin misol uchun add first deyapmiz. Ya'ni birinchi element qo'sh deyapmiz. List eng boshiga. Eng bosh qayer? Shu yer. Shu yerga kelib yana bir katakcha ochib 3 qiymatini shu yerga yozadi. Undan keyin add less ko'rdi. Listni oxiriga qo'shaman ekan dedi va shu yerga listni eng oxiriga 4 qiymatini qo'shadi. Misol uchun bu bir linked list sifatida ochiladi. Aslida bu orqa tarafda, misol uchun xotiralarda shu shaklda keyingisini buni ko'rsatgan holatda
bir-biriga linklar bo'ladi, ya'ni ko'priklari bor. Hozir men faqat tushuncha bo'lsin sifatida metodlar tushuntirdim bu yerda. Bu shaklda ishlaydi. Xo'sh, keldik. Bular qo'shish metodi, ya'ni linked listimizga yangi element qo'shish metodlari. Keyin element olishlar bor. Listimiz ichkarisidan elementlar olish. Misol uchun kiritgan elementlarimizni olmoqchi bo'lganimizda kodlar bilan qanday qilamiz? Misol uchun list xuddi get bilan olamiz. Qarang, get first, get last va get index. Bu o'rtadagi elementni oladi. Bu listda eng boshida turgan elementni oladi, get first, get last eng oxirida turgan indeksni oladi. Bu misol uchun get first deganimizda ekranga nima chiqadi? Buni ishlatib ko'raylik. So'z sifatida bu yerga misol uchun yozdim. Birinchi elementimiz bizda listda qaysi elementi 3 turgan bo'lishi kerak birinchi elementimizda. Chunki biz eng oxiri birinchi element sifatida 3 ni qo'shibmiz. Misol uchun ekranga 3 ni yozdi. Xo'sh, keldik. Endi eng oxirgisini yozgimiz kerak. Eng oxirgisi 4. Chunki add less sifatida eng oxirgi 4 ni qo'shibmiz. O'shaning uchun get less qilsak 4 ni yozadi. Misol uchun 4 yozdi. Undan keyin normal get metodimiz bor. Indeks bilan oladigan. So'z get first emas, list nuqta get indeks beramiz. Qaysi indeksdagi olmoqchi bo'lsak, misol uchun ikkinchi indeksdagi qiymatni olaylik. Ikkinchi indeksimizda qaysi turibdi? Misol uchun ikkinchi indeksimizda misol uchun sizlar aytishlari mumkinki 5 qiymati turibdi. Chunki biz 5 ni qo'shdik deyishlari mumkin, lekin 5 turgani yo'q. Chunki biz list eng boshiga bir element qo'shdik. O'shaning uchun 5 dan bir oldingi qiymat aslida ikkinchi indeksga o'tib qolgan bo'ladi. Xo'sh, 2 bo'lsa, list 12 soni kelishi kerak. Büyük ihtimalle 12 soni keladi ekranga. Misol uchun 12 soni keldi ekranga. Bu shaklda elementlarimizni olishimiz mumkin. Keyin linked listdan foydalangan holatda bu shaklda bir indeksdagi elementga indeks berib erishmoqchi bo'lganimizda biroz sekin ishlaydi array listga ko'ra. Chunki xotirani aylanib chiqishga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun sekinroq ishlaydi. Keyin metodlarimiz turlari, remove metodlarimiz bor. Remove'lar bizda linked listimizdan elementlarni o'chirib, yangi elementlar o'chirishimizga yordam beradi. Misol uchun list nuqta remove qilganimizda bu yerda misol uchun remove first bor. Remove emas, shu first, birinchisi remove first. Bu birinchi elementni o'chiradi. List remove last var. Bu eng oxirgi elementni o'chiradi. Keyin remove bor, normal remove da bor. Bu misol uchun list shu yerdan ko'rsatadigan bo'lsam, remove. Qarang, indeks ko'rsatgan indeksimizga ko'ra element o'chiradi yoki misol uchun bergan obyektimizni qidirib, bu obyektga ko'ra element o'chiradi. This shu first bo'lmaydi, shu yerda. Misol uchun bu yerda ikkinchi indeksdagi bir qiymatni o'chirmoqchi bo'laylik. Keyin boshqa metod bormi? Faqat bu shaklda. Keyin qiymat bilan ham o'chirishimiz mumkin. Bu list ichidagi ma'lum bir misol uchun 3 ni yo 2 ni berib o'sha qiymatga ko'ra o'chirishimiz mumkin. Bu shaklda listdagi elementlarni o'chiramiz. Remove'lar bilan. Keyin yana bir boshqa muhim metodlarimiz bor. Ulardan ko'rib chiqaylik. List nuqta. Shu yerda misol uchun array listda bo'lgani kabi barcha metodlarni ko'rishlari mumkin. Bir sinab ko'rishlari mumkin. Misol uchun clear bor. Bu linked list ichidagi bütün elementlarni o'chiradi kabi. Keyin empty var. Burada da is empty var. Misol uchun list nuqta is empty deganimizda listimizni bo'sh yoki bo'sh emasligini aytadi. True javobini qaytarsa
bo'sh bo'ladi. True javobini qaytarsa bo'sh bo'ladi. False javobini qaytaradigan bo'lsa listimiz to'la bo'ladi. False list to'la degani kabi. Keyin boshqa metodimiz contains bor. Mavjud ma'lum bir qiymatni listimiz ichida borligini yoki yo'qligini tekshirib beradi. Bu qanday yozilardi? Xuddi bu listlarda metodlar biz nima deydi? Array list ichida ham ko'rdik. Xuddi o'sha mavzularni takror. Misol uchun objekt beramiz, o obyektning borligini yoki yo'qligini tekshirib beradi. Contains bu yerga qiymatni beramiz. Misol uchun 3 qiymati bormi listimiz ichkarisida kabi. Misol uchun shuni ekranga yozmoqchi bo'lsam, hech narsa qaytarmaydi, chunki shu yerda aslida kodlarimizni listini o'chirib tashlaganligimiz uchun shuni yopib qo'yamiz va bu shaklda ishlatsak 3 qiymat qo'shdikmi? Bor. Bu bizga true qiymatini berishi kerak. Buni ham ekranga yozib ko'raylik. Misol uchun ekranga yozadigan bo'lsak, true qiymati, false qiymati keldi, chunki 3 qiymati yo'q deyapti. Nega 3 qiymati yo'q? Aslida 3 qiymati bor. Shu shaklda bo'lishi mumkin. Faqat indeks va nima deydi, qiymatlari ham int bo'lganligi uchun bu xatoni berayotgan bo'lishi mumkin. Shuni misol uchun agar obyektga o'tkazib, obyekt sifatida yozib va buni qiymatini string sifatida yozsak agar, misol uchun string s yozib, s'ni list ichidan qidirib ko'rsak agar, topishi mumkin. Shunday narsa bor, raqamlar indeks ko'rsatib turganligi uchun aslida muammo chiqarishi mumkin ba'zida. List contains is always false. Uzr. Har doim false berayotgan sabab shu yerda biz listni butun elementlarini o'chirib tashladik. Boshda o'shaning uchun aslida bo'sh berdi. Misol uchun s qilganimizda true keladi, chunki biz qo'shdik. Az avvalgi 3 ham keladi. Shuni misol uchun 3 ga qaytarib, shuni ham integerga qaytarsak, integerga qaytarib shu yerga ham 3 yozadigan bo'lsak qaytadan, bu sefer true keladi. Chunki az avval listni butun elementlarini o'chirib tashlabmiz. Men bu yerda aslida clear'ni ham kommentariya qismiga o'tkazdim deb o'ylagandim. O'tkazmabman. Kodni ko'rmay qoldim, o'shaning uchun keldim. Misol uchun endi true'ni ham true dedi. Bu shaklda ishlaydi. Aslida linked listimiz bu shaklda ishlaydi. Keyin linked listni deq interfeysini amalga oshirish ham mumkin degandim. Deq bor. Deq shu shaklda yoziladi. DQE sifatida yoziladi. Bu interfeys aslida collectionlardagi bir interfeys. Bu collectionlarda bir interfeysdir. Misol uchun bir interfeysdir. Linked listimiz deqni ham foydalangan holatda yangi listlar tayyorlaydi. Bu deq interfeysini foydalangan holatda FIFO va LIFO turida listlar tayyorlaydi. FIFO'ni ochadigan bo'lsak, first in, first out. LIFO'ni ochadigan bo'lsak, last in, first out. Ya'ni FIFO birinchi kirgan, listimizga birinchi qo'shilgan element birinchi chiqaradi. LIFO esa listimizga eng oxirida qo'shilgan elementni birinchi bo'lib ekranga yozib beradi. Ikkalasi bu shaklda ishlaydi. Bu listlar qayerlarda foydalaniladi? Misol uchun banklarga ketganimiz yoki biror bir joyga borganimizda navbatda turishimizni tushuning. Navbatga turganda birinchi navbatga turgan odam birinchi xizmat oladi. U first in, first out, ya'ni birinchi kirgan odam birinchi xizmat oladi kabi. LIFO last in, first out. Eng oxiri kirgan odam birinchi xizmat oladi. Bunga to'g'risi qanaqa misol berishni tushunib topa olmadim, chunki
eng oxirgi borgan odam birinchi xizmat oladi kabi narsa LIFO. Ishlash shakli bu. Bularni ham kodlar bilan ko'rib chiqaylik. Linked list integer list 2 tamam. Oldik kabi misol uchun. Olganimizdan keyin birinchi FIFO'ni ko'rib chiqaylik. FIFO soat yoziladi. FIFO'miz qanday bo'ladi? List 2 misol uchun yangi bir element qo'shmoqchi bo'lganimizda list 2 listimiz ismi, nomi va shu yerga offer bor. Qarang. Offer bu oxirgi element qo'shadi. Ya'ni first FIFO'ni oxirgi elementini qo'shishga yordam beradigan offerimiz misol uchun bu. Ochiqlamasini yozay. Listni oxiriga element qo'shadi. Buni yuqoridagi listlar bilan aralashtirmaylik, chunki bu alohida bir list turi, faqat deque foydalangan holatda yaratilgan bir list. Shu yerda yaratilishi bir xil bo'lishi mumkin, lekin aslida bu yerda FIFO bilan yaratyapti orqa tarafda. Misol uchun offer dedik. Xuddi shu shaklda yana bir element qo'shamiz. Qarang. List offer. Bu ham oxiriga qo'shadi. Elementni. Keyin misol uchun FIFOda az avval aytdimki, birinchi kirgan, birinchi chiqadi. Birinchi qaysi bir elementni listga yozib 12. Ekranga yozmoqchi bo'lganimizda birinchi yozadigan qiymat har doim 12 bo'ladi. Misol uchun ekranga qanday yozamiz? FIFOda list 2 nuqta raqamimizni olish uchun pop metodimizdan foydalanamiz. Misol uchun pol xuddi shu metodimizdan foydalangan holatda elementimizni olamiz. Qilganimizda misol uchun buni ekranga ham yozaylik shu yerdan. Soat yoziladi. Shu yerga o'chirib ichkarisiga yozamiz. Yozganimizda ekranga 12 sonini yozadi. 12 sonini yozdi. Chunki 12 ni birinchi kirgandik. O'shaning uchun 12 ni yozdi. Keyin esa misol uchun 13 yozadi kabi aylanishimiz mumkin. Xo'sh, keyin list turimiz nima edi? LIFO last in first out, ya'ni oxir kirgan birinchi chiqadi sifatida. Bunga ham misol uchun element qo'shadigan bo'lsak, shuni o'chirib tashlaylik. Hozircha o'chirmaylikda kommentariyaga olib qo'yaylik, chunki aralashmasin narxi list turimiz bilan. Keldik shu yerga. Kodimizni yozishni boshladik. List 2 ga element qo'shmoqchimiz. List 2 nuqta qo'yganimizda misol uchun metodlarimiz keldi. Aslida misol uchun bu yerdagi barcha metodlarga qaraydigan bo'lsak, ham LIFO'ni, ham FIFO'ni, hamda linked list metodlarini ko'rishimiz mumkin. Aslida chunki hammasini metodlarni bu yerga chaqiradi. Faqat bizni yozadigan metodimizga ko'ra qaysiligini bu o'zi ajratib oladi. Misol uchun nuqta element qo'shmoqchimiz. LIFO'ga bir element qo'shmoqchi bo'lganimizda push metodini foydalanamiz. Push metod bilan misol uchun yangi element qo'shishimiz mumkin. Bunda push elementi bilan element qo'shamiz. Yana bir element qo'shsak 6 kabi. Ekranga misol uchun listdan bir narsa yozg'izmoqchi bo'lsak yoki chaqirmoqchi bo'lsak listdagi elementni, birinchi eng oxirdagi qiymatni eng oxirida kirgan qiymat birinchi chiqadi. Ya'ni shu 6 ni bizga qaytarib beradi. Shu yerdan misol uchun ekranga yozg'izib ko'rsatadigan bo'lsak, soat listimiz ismi neydi? List 2 nuqta elementni olmoqchi bo'lsak, pop bilan elementni olishimiz mumkin. Pop deganimizda eng oxirgi elementni olib beradi. Ya'ni bizga hozir ekranga bu safar 6 chiqarish kerak. Turi 6 ni chiqardi. Nega? Chunki bu eng oxirida kirganini birinchi chiqarib beradi. Bu LIFO turi. Masalan, pop
push, offer, poll, keyin empty, clear kabi metodlarimiz bor. Bular aslida bizni linked listimizga tegishli kodlar. Juda ham ko'p metodlar bor. Bularning hammasini o'zlaring sinab ko'rishlari mumkin. Asosan ishlash mantig'ini tushuntirdim men. Keyin arraylislar mavzusida buni tushuntirmaganligim uchun buni ham biroz tushuntiraman. Bu yerlarda ham for ishlatishimiz mumkin. For each foydalangan holatda butun elementlarni yozishimiz mumkin ekranga. Misol uchun list 2 elementini yozganimda birinchi ekranga 6, keyin 5 ni yozadi. Kabi so'z misol uchun shunchaki list 2 pop deyishim yetarli. Pop deganimda butun listimiz ichkarisidagi elementlar aylangan holatda bizni kodimizni bu yerga yozadi. 6 5 sifatli yozadi. True'dan keyin 6 5. Chunki elementimizda 2 dona elementi bor edi. Shu yerda agar list bo'lganida listimiz qaysi edi? Shuni elementlarni yozmoqchi bo'lganimizda misol uchun xato oldik. Buning sababi shu yerda 6 3 yozdi, keyin bu yerda misol uchun men pop bilan elementni olishga harakat qildim. Lekin bu normal LinkedIn listi true bo'lganligi uchun pop bilan ola olmadim. Pop bilan qachon olaman? Push bilan agar element qo'shgan bo'lsam, pop bilan olaman. Yuqorida misol uchun men pop bilan qo'shmaganman. Nima bilan qo'shganman ekan? Add list bilan. Element olish uchun bu yerda get ishlatardik. Get first, get last sifatida ishlatardik. Shu yerda list buni qanday aylanishimiz mumkin? Shu shaklda aylansak bo'ladi aslida. Xo'sh, shu ichkarisini bir iteratorga aylantiraman. Int i eşittir no list 2 emas, list buning uzunligidan kichkina bo'lsa har safarda orttir sifatida va shu yer get bo'ladi. Get bilan olaman chunki normal list 2ni, linked list 2ni va bu yerga i ni berganimda inchi indeksdagi har qiymatni ekranga yozishi kerak. Misol uchun ekranga yozdi. 5 va 4 yozdi. Nega 5 va 4 yozibdi? Chunki bu yerda ancha elementlarni o'chirib tashlaganmiz. O'shaning uchun 5 va 4 ni yozdi. 5 va 4 misol uchun shu va shu elementimiz qolgan ekan. O'shaning uchun ikkalasini ekranga yozgizdi. Yo'q, qolganlarini ham yozgizibdi. 6 dan boshlabdi. 6 3 1 barchasini shu shaklda ekranga yozdi. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni for operatorimiz, ya'ni for loopimizda foydalangan holatda bu shaklda barcha list ichidagi elementlarni aylanishlaring mumkin va buni barcha listlar uchun bajarishlaring mumkin. Indeks bilan aylansak bo'ladi. Keyin iteratorlar bor. Iteratorlar bilan aylansak bo'ladi. Iteratorlar bilan ham ko'rsatib beradigan bo'lsam, darsimiz biroz uzun bo'ldi bu darsimiz. Iteratorlarni ko'rsataman va keyin tugatay. Iteratorlar bilan qanday aylanamiz? Xo'sh, iteratorlarimiz while dedik. Shu yerga yozamiz. Listimiz has next metodimiz hozir ko'ramiz. Aslida metodimiz avval iteratorga buni aylantirib olishimiz kerakdi listni shu yerga. Uchun iterator yozamiz va listimizni turini yozamiz. Integer turdagi bir list. Iterator sifatida ism berib shu shaklda qilganimizda listimiz aslida bu yerda iteratorga o'tadi. Torga aylandi misol uchun. Va endi shu yerga iterator yozib has next qilganimizda keyingi element bormi? Bo'lsa ekranga o'sha elementni yozdi sifatida misol uchun yozsak ekranga yozish kerak. Butun list elementlarni xuddi shu shaklda yozadi. 6 dan 4 gacha bo'lgan elementlarni. Ko'ramiz.
Yazdımı. Misal üçün 4-gacha buni shu yuqoridagi formamizni yozdik. Keyingi qolganini bizni listimiz bu shaklda yozdi. Iteratorlarimiz ko'rishimiz mumkin shu shaklda. Bu bizni aslida iterator bilan yozish shaklimiz. Keyin for each bilan yozamiz. Barcha forlar yoki while'lar bilan misol uchun bu shaklda listimiz ichidagi elementlarni aylantirishimiz mumkin. Bu mavzu aslida for mavzusini tushuntirayotganda ko'rsatgandim. Xuddi o'sha mavzularning takrori bular. Faqat bu yerda ham listlar bilan ko'ringlar deb ko'rsatdim. O'sha shaklda darsimizni bu yerda to'xtatamiz.